Assalomu alaykum hammaga. Akalar, Gentra mashinamizni sotib olganmiz. Ko'rib turibsizlar, oldin qattiq udar bo'lgan, hamma kirlovlar chiqib ketgan. Motor atsek plasmasli singan, akkumulyator sochilib yotibdi. Mana kirlo ham joyidan chiqib ketgan ekan. Mana bu tomon holatlari. Orqa taraflari zo'r holatda turibdi. Bir tomon, o'ng tomonlari ham butun. Salonni ko'rsataman, salonlari. Rul tarpetga airbag otib olgan, ruli tushib qolgan, speedometer qotib qolib tushdi ezingda. Mashinamiz akalar to'xtab turgan BYDning orqasidan borib urgan ekan. Bizga Instagram orqali egalar murojaat qilishdi. Borib ko'rib, chiroyli narxda baraka qilib olib qoldik. Mashinamiz yiliga kelsa 2023-yil avtomat korobka 34 ming kilometr yurgan ekan. Akalar xabaringlar bor, kimda shunaqa urilgan, DTP bo'lgan mashinalar bo'lsa, butun O'zbekiston bo'ylab zo'r narxda sotib olamiz. Telefon nomerlarini qoldirib qo'yaman, bemalol qilich qo'rasizlar. Bizga shunaqa avariyli mashinalar topib bersanglar, $100 dan $200 gacha xizmat chiqazib beramiz.